Videoni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sizning bir dona obunangiz bizga yanada kuchli motivatsiya beradi va yangi mashina texnologiyalari, elektroavtomobillar, kelajak Tamper modellarini birinchi bo'lib sizga yetkazish imkonini beradi. Automachine Channel sizga avtomobil olamidagi eng yangi yangiliklar, chuqur texnik tahlillar va haqiqiy foydalanuvchi tajribalarni mukammal tarzda yetkazadigan platformadir. Bugun biz siz bilan Honda PowerTamper haqida gaplashamiz. Bu model zamonaviy sayohatchilar uchun ishlab chiqilgan kompakt elektr kuchiga ega bo'lgan, ko'p funksiyali va futuristik imkoniyatlarga ega yangi avlod mini Tamper hisoblanadi. Honda PowerTamper bozorda o'z o'rnini tez egallayotgan sabab, uning dizaynidan tortib texnik imkoniyatlarigacha bo'lgan har bir nuqtasi mukammal tarzda ishlab chiqilgan. Ushbu video orqali siz aynan nimani kutishingiz, bu modelning kuchli tomonlari nimalardan iborat, real hayotda qanday foyda berishi mumkinligini to'liq bilib olasiz. Honda PowerTamper tashqi ko'rinishida ixcham, ammo kuchli aerodinamik tuzilishga ega bo'lgan modulli tanasi bilan ajralib turadi. U yuqori mustahkamlikdagi alyuminiy shassi platformasida qurilgan bo'lib, yengil vazn, past energiya sarfi va yo'lda tejamkor yurish imkonini yaratadi. Old qismi keng LED yorug'lik tizimi, aqlli avtomatik balandpast o'zgaruvchan nurlari, kun davomida ko'rinishni oshiruvchi diril chiroqlari bilan jihozlangan. Orqa qismida katta o'lchamdagi vertikal LED stop chiroqlari va keng yuk eshigi mavjud bo'lib, Tamper funksiyalaridan foydalanishni ancha osonlashtiradi. Tom qismidagi kengaytiriluvchi modul esa uni haqiqiy mini uygacha aylantiradi. Honda PowerTamperning yurak qismi bu yangi avlod elektr dvigatelidir. 82 kirt quvvatga ega bo'lgan bu motor shahar ichida ham, yo'llarda ham jim, tejamkor va silliq harakatni ta'minlaydi. Bir to'liq quvvatlashda 320 kilometrgacha masofa bosib o'tishi sayohatchilar uchun juda qulay. Tezkor zaryadlash tizimi, suspensiya tizimi yumshoq yurishni ta'minlaydi. Hatto notekis yo'llarda ham salonda tebranish minimal bo'lib qoladi. Avtomobilni boshqarish oson, rul mexanizmi sezgir, balandlik ham yaxshi ko'rinishga yordam beradi. PowerTamperning eng katta afzalliklaridan biri uning kundalik hayot uchun mosligi bo'lib, faqat sayohat emas, balki shahar ichida ham foydalanish qulay. Kichik o'lchami tufayli avtomobilni tor joylarda to'xtatish oson, yon manevrlari ham qulay. Bu model ayniqsa oilalar, kontent yaratuvchilar, vlogerlar, sayohat ishqibozlari va erkin hayotni xush ko'ruvchilar uchun mo'ljallangan. Honda PowerTamper nafaqat transport vositasi, balki kichik ko'chma uy sifatida ham xizmat qiladi. Automachine Channel har doim eng so'nggi texnologiyalarni tahlil qilib boradi va ushbu model ham zamonaviy mobil hayot uchun ideal yechim sifatida e'tiborimizda turadi. Videoni yakunlar ekanmiz. Agar sizga bu taqdimot yoqqan bo'lsa, kanalimizga hoziroq obuna bo'ling va yangi videolarni birinchi bo'lib ko'ring.